11-iyun günü Arda Xivada bilasizlar katta gala konsert bo'lib o'tdi. Jo'nqildan men ham peshkom bordim. Xullas meni Arda Xiva birinchi borishim sizlarga obzor etib beraman. Muzeyga ko'zim tushdi, birashga blogerman deb mutga ketdim va Arda Xivaning ko'rinishi va xaritasi. Buyuk Ipak yo'lining ham xaritasini men shu yerda ko'rib oldim. Bu yerda Ichan qal'aning ko'rinishi, xaritasi va To'pirak qal'a, ya'ni Xazarsdagi shunday bo'lgan ekan. Xullas chiqdim kecha, odam ko'p, yana ko'rib turibsizlar. Oqtepa lavash ham bor ekan bu yerda. Xullas Fedapam bor. Yurttuğun lazım şerşere işlemeyin durttu. Bırat qaytdım, necha so'm bo'lib turibdi kelmayverish desam, 20 ming so'm dedi. Yaxshimi aytdim, keyin minaman deb. Hozir bu yerda bayram bo'ladi, tayyorgarlik ketib yotibdi. Xullas bu yerda kiyim-kechaklar, ayollarning, qizlarning, o'g'il bolalarning ham kiyim-kechaklari bor ekan. Shunday oylarni qarab o'tmam. Bu yerda yarmarkalar bor ekan, har xil vajlarni sotadi ekanlar. Arda Xivaning shu joylari menga demak qolsa, bu yerda romantika dum ko'p bo'ladi ekan. Aylanib yursam butun kelin-kuyovlar esimga tushib yotdi. Bu yerda 2 yoshlar tushib yotdi. Hamma netirga men ham uylanmaganman deb o'ylanib qoltirdim. Birashga men qarab kuladi. Yetmagan deb kelsam qarab kulib qo'yadi menga. Yaxshi. Davom etdim dolishi Arda Xivaning o'rtasi. Bu yerda ko'rib turganingiz manzaralar juda ham chiroyli. Odamlarni o'tiradigan joy ekan bu yerda. Xullas bu yerda o'tirib konsert ko'rsangizlar bo'ladi ekan. Qo'shiqchilar kelsa, bu yoqda biz o'tiramiz, bu yoqda esa qo'shiqchilar o'zining qo'shiqini so'dim. Bu yoq tarafda fontanning arkasida aytadi ekan. Xullas bu yoqda xo'sh terrasasi ham bor ekan, ko'rdim. Hammani brendlar yopishtirib tashlagan, lekin hali hamma yeri ishga tushmagan ekan. Yaxshi deb Amudaryo restorani bor edi deb ketdim. Qarab yotirib, u ham yaqinlashdi, ko'rdim. Xullas bu yerda to'q zo'r o'ylangan ekan. Quyosh paneli elektr simlari qo'yilgan, elektr panellar deymi, shuni qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, Amudaryo restoranidan ham kirib ko'rdik. Undan yoqmadi doğrusu, ichine girib ovqatlandim. Ovqatlar yoqmadi menga, doğrusini aytaman. Va kalta minani ham ko'rib turibsizlar. Lekin menga shu yer dim yoqdi. Sababi bu yoqni ko'l ekan, ko'rib turganingiz endi. Ajratib oila bilan dam olib ketadigan yer yana. Bolalarınız bo'lsa kachalkalar va har xil dam oladi, tennis o'ynaysizlar xohlasangizlar. Ko'lning yonida bu endi ketib turgan joylar. Ko'rib turganingizdek, bayroqlar ham qo'yilgan katta yonib. To'rnik tortilib qochoq qo'yib ketaverasizlar. Bu yoqda mashina haydasangizlar bo'ladi. Kichkina mitti mashinalar bor, shunday haydasangizlar bo'ladi. U uzoqqa borib syomka tushishga doğrusu erindim. Atam ham ishga tushib turibdi ekan. Bu yerda futbol o'ynasangizlar ham bo'ladi. Gazon bor, voleybol, basketbol o'ynasangizlar ham bo'ladi. Bu joylar ham bor o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek, ko'l bo'yi xohlasangizlar kamida oilaviy sursangizlar bo'ladi. Kamida yoki baliq tutib ketsangizlar ham bo'ladi bu yerda. Ko'rib turganingizdek, chiroyli etib zotib qo'yibdilar. Shunday mashinalarda aylanib yursangizlar ham bo'ladi. Shunday deb sizlarga men hamma joylarni aylanib chiqdim. Endi shu ko'l joyi lekin dim yoqdim akkuratni. Menga dim yoqib tushgan joy namoz o'qiydigan joylar bor ekan. Ayollarga va erkaklarga oddiniy. Namozingizda o'qib chiqaverasizlar, lekin yoqmagan tarafi klub ham bor deb ko'pmi bilinmaydi, lekin orada klub deb qo'ydi. Xullas, ondan aylandik, bu yoqdan aylandik, gap yo'q. Ne ko'rib turganingizdek, terrasama bolalar, odamlar chiqib yotibdi. Bu yerlarda suv bo'yi bu yerda shu kema yurib, butun Arda Xivaning davraklarini aylanib boshlaydi. Xullas, konsert ham boshlandi. Prezidentimiz futbolchilarni tabrikladi. Doğrusu futbolga qiziqmayman. Ovoz qaysi chempionatga chiqdi, yozib ketinglar. Qo'shiqchilar ham o'zining qo'shiqini aytib, salyutlarni otib, bayramlarni tamomlab ketaverdi. Shu bilan obzorimiz ham tugadi. Chala bo'lsam